Qanda qilma apa, ayolım hamildor tursa. Onun üstüge sen kiralık işletip koymusan. Gepin razko, kiralık işletsek tok gidiyor. Çok gidiyor. Ama ben jusam işim olmaydı. Hey, ay soğuk sudu jönse balam. Soğuk su diken ziyanlık bak kulağım ağrıydı kaldı. Bu gapni sen qilyapmisan apa? Apa, bizni kuyunayotganini bilma. Bu orqali uyga ozroq hisob qilaylik deganimni bildim. Biroq Bargul hamildor tursa. Mana shu vaqtda sen Bargulni pulini kirju desam, buni qiyinlig'ini emasmi? Oo işte, hey ben yakım yaptım ha, oldu mu? Xotin ben geldim. He, keldi Osman. Ha, opamchu. Opam uxlayotgan ekan. Ha, kavap ağaç geldim. Endi yaxshi. Opam ağaç kelgansiz? Vay, apamni unutib qolamdim. Ha, unda çay damlab chiqma, qiziq yeyli. Ha, ala xotin, ala. Ha. O'xshabdimi? Chiq, ala xotin. Balam. Kavap temlikmika? Ha, uyg'ondim apa. Kila bir kavap yeymiz. Meni uyushtirib yeb ketdinglar deylik kavapni. Voy, nim bo'ldi apa? Kavapni sana akirgan, uxlab qolibkansan. Bilittim balam. Mezar boyu ortiqcha odamdim. Yalla. Vay, rostlavatım ya balam. Ay deydigan sabah, akam sen şunda hürmetlaydigan tursa, men ochichu sen chuqur xato tushunmading. Qara, masanday burun hurmat qildi akam. Mush xotinimi oldi. Hozircha xotinning sizg'idan chiqmaydi deyman. Men bu yerda cho'pir havodakman yo'qladim hozir. Xutonma. Opa, akşam muhtar kavapni sizga mi akaptiki? Lekin shu men sizni uxlab qoldimki debdim-a. Qara, men nima dedim? Meni uxlab qoldi deb o'yin o'ynabdi mana. Men nerede uxlayman men, ha? Ya bu kavapning ishi emas balam. Qarab turib odamni ko'zga ilmaganlik buchu. Men tursam hech kim mushta mukuldab yeb kelsa, men nima mayda? Unda emas apa, sen adamni chuqur xato tushunib olding. Ular hargiz unda qilmaydi. Nimda qilsa sen? O sen bu muşana deb javob tamsa, menga vaysam jumlaqda o'zing ekansan. To'ydim men. Ne yapatın hadi? Rostdan qasdan qilmadi o'qifkam. Kavapni turdi, ayna to'nglatib qo'ydi. Bunda bilishni bilgan bo'lsam, oqshomlam opamni uyg'otgan ekanman. Unda demak yenge hech qisi yo'q. Opamning yesal cho'ngib qolgan bo'lg'achqa sal gumon qurib qoldi. Lekin opamning ko'ngli bek yaxshi, bek oq ko'ngil. Chuqur necha kun islam yaxshi bo'lib ketdi. Qani avu, etvalıq yengen? Bu nima degani apa? Axlat to'kil chiqib ketdi, yili kirib anglab qolsa yaxshi bo'lmaydi. Setturs turmandı. O setturishni bilmay, kavaplan tiqib yegan yerda nima bo'pti uncha qilsam? Unda sen xato tushunib qolsan apa. Men sana desam bag'u qara. Hammani qilgan mush xotin. Xutonma, butun o'yinni mush o'ynayotdi hozir. Bilan deb yurisa apa, to'liq qalayimqa ish terib yurmayjimi? Bika akamning ko'nglini azar berib qo'ysa.
Ay ma'qul cho'ng oppa. Oy gapingni anglay. Ha, yana qanday ta'limot qilsa, sening qallongni juvatdi deyli, o yengang abam qız birim deyishyotganda. Bunda emas. Lekin shu akam bilan adamning o'shiga boshroq aralashgan. Tola men ish yetmay qara. A eringning keldigan vaqtim bo'lib qoldi xonim. Jug'man. Men ketib eringning xizmatini qilaman. Lekin eng yaxshisi ularning shajab aralashmoqni apa. Nima? Ishni men ketdim bo'ldi. Voy yeligar tulki. O'g'limni mening qo'limdan tatib olding. Ansa qizimning qo'lisini yub, qizimni iziqtiray debsan-da. Undaq oson ish yo'q, qarab tur qani. Buning ikkinchisini qandoq joylayman qani. Sen axlat to'kib bir chiqib baqayma uyga boshda. Ha, chiqdingizmi? Doktor nima deydi? Doktor Amilbek sog'lom ekan, 2 oylik bo'libdi deydi. Ha, rostmi? Unda yaxshi. Tushdingki, men bekor bo'lib qopdim-a. Shuni sirtga chiqib toza bir aylanib tomoq yeb kiraylik. Nimagingiz bor? Ha, apamni ayolinglar. Apamga telefon qilay, ha? Voy appa, nim tomoq yeyingiz bor? Sizlarni bugun mehmon qilay. Voy balam, uy tursa pul buzib tomoqni sirtaymiz deb nima qilamiz? To'la jiqqa qilmay, mashina o'tib uyga haydab kelinglar. Bargul qayt kirib tomoq etsin. Tomoqni uyda yeymiz. To'ma. O tomoqni uy desakmi bo'ladi appa. Biroq bargul quldan chiqib qopti. O'zining tomoqini o'zi yemaydigan bo'lib qopti emasmi? Uning ustiga aram bir fursat kelganda mehmon qilaysan. Voy balam, nima bir sasatlan tepib olgansan ha? Men 2 qitim tug'dim. Biroq bir qitim o'zamatgan tomoqni yemay qolmadim. Homildor ayolning qo'ldan chiqib ketdi degan gapni cho'qira. Butunlay o'rinliqqa topgan bir bonus xolos. To'la jiq yaqmay, mashina o'tib uyga haydab kelinglar. Men saqlayaptim sizlarni. Bulinglar. Ha, ma'qul appa. Qaragan bo'lgan tomoqni uy desak xudoga o'xshaydi xotin. Hay, hamma ayol kishining uchun sezgi bo'ladi. Bütün ayollar sizlikda deb bo'lib Bu senin xotining olam ashta nozuklik qilib, yig'lab meyda o'yin o'ynab. Nega qaytdim-a? Ash kichikkin erkinlikmi yo'q o'ygima? Kira appa. Acan plan pek chiqmoqchi. Ajab xodim men. Ha, bugun men sizlarga o'zim bir qo'lliq tomoq etib beray, aromoq ochtiringlar. Oy balam sen de adamni qo'rqitsa, kuni kirjuysan, bugun tomoq etsan, o'g'lik nima ish qilay deyapsa, ha? Mesela xudini badimmi yosin agradimmi? Men qara qo'zg'ashgan bo'lsa, en ochgan turibdi joyida qish ketmay. Kirib o'zi yetib yesin zuaniga. Adki somsa kirib yetib armini olsin. Nima qo'ysan ha? Oy appa, bu tomoq etamiz hozir. Bo'ldi. Tomoqni men aytay. Sizlar aramoqqa ishtirok etdingmi? Oy appa. Bitta menga miyaqqa. O'tir. Chechama o'taqni. O'tir. Chechangni ish ko'rib qo'yma yana. Ha, chechang aqib, appa qopanda. Qopim. Apa, Muxtar, tomoq pishdi, tomoq yeb olinglar. Ha. Mana bir hafta etib to'xtamoqni. Odamni bir saramjon qilib. Yigina. Nima appa? Nima qilgan? Tomoq qilmay. Mena toza qo'yib kiraninga. Sizlik bayram degan ko'nglim chiqadi. Men de toza qo'yib bolam jo'zon suvga yondirib o'tamisan xotini. Oy appa, onun sizligi tursa nima shunda deysan? Hay, hamma ayol kishining uchun sezgi bo'ladi. Bütün ayollar sizlikda deb bo'lib Bu senin xotining olam ashta nozuklik qilib, yig'lab meyda o'yin o'ynab, qilli o'ynatib meyda. Yig'lab ketgan. Qara,
Bilgense, o qo'llig'ini qara. Otash yig'labchi istashig'ini qo'zg'ayma deyapti. Uqtoma kema qilib oqni yugurib kirib ketmay yanchimi? Bize bir yüzünle oturasam mıydı ekşi oğandık ki. Uqtoma. Yine tam kanı. Oto, demisma apam rastlı bugün sel aşırı etti. Bırak hem de onun diginime hata emez de. Çünkü biz uyalımız davatımız emez mi? Yani şu kaçık ticaresek şunca yaxşı. Apamma şunu oylayapman gel oto. Muxtar, sizningcha men bu bolani tug'sam to'g'ri bo'ladimi? Nima? Bunda olsanız? Rostga qilsam, mening bu bolani tuqqim yo'q. Nima? Siz zaten nim davatsınız, bu nim degininiz bu. Men bu bolani tushirib ketishni o'ylayapman. Nima bu turuplu bu bana çürülsün oylap kaldınız? Acaba siz mening nima ish qilmadayligimni bilmaysiz. Bu, Mening bunda turmushni davomli kechirgim yo'q, Muxtar. oy nim davatsınız. Acaba biz baxtlik emasmi? Biz baxtlikmi? To'g'ri. Siz baxtlik, Muxtar. Sizning hamma vasfiga xizmatingiz bor. Atdeganda ishga ketib, kelsang sizni kutib turadigan onangiz bor, ayolingiz bor. Biroq mening uchun Sizgi men bağı. shundoq. Siz bor, Muxtar. Lekin bu yetarli emas. Siz atdeganda ishga ketib kelishini bilasiz. Mening bir kunni qandoq o'tkazganimni tushunamsiz? Ben düşünmeye bargül. Yo'q. Siz asla tushunmaysiz, Muxtar. Nemishki, opangiz meni qattiq yoqtirmaydi. Atdegandan kechgacha unidan dekkamni yeb yurayman. Yebdiqi bu oz kelgandek, siz ishdan tushganda yolg'on yovdoqlarni to'qib siz chiqishtirdi. Sizning buni bilan qaringiz yo'q faqatla. Vay 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 vay. Hozir chiqimiz past tushibli chiqimiz adam yo'q mana shu vaqtcha. Nima ish qilib yurganda bular? Yey. Appa, Vay! Hadi qanısılar? şu bargülün iç pişip kaptı ki appa. Aynavatkan to. Hey, kun zaylamay nima ish qilibdi ya? Ha? Kech o'qanda men baba aylanib, sen bo'lmasang, izi qilib qolamki ko'chada. Va qaytib kira azgar qilib, men yolg'iz qoldim uyda qo'rqib o'tirmish tapda. Aylangiz bo'lsa, o'z aylanayversin. İşte qaytib kira bolam, ha? Men qo'rqib ketib borma uyda. Ma'qulmi? Ha, ma'qul appa. Oldu. Opam nima deydi? Qaytib kirdimda. Yaxshi debdi u. Qaytib keting degan bo'lsa qaytib ketmay nima ish qilsiz? Bu, nagi var siz o'ltirma bir o'tiring. Ha. O'tiring. Bu zaten nima qilganingiz? Muxtar, sizchu bir cho'ng olmagan buloq. Qaytib borsangiz onangizning qo'yniga kirib ketadigan. Ay to'la saranglik qilmang. Bu kayfiyatda bu tamoqni tetimida. Yana qaytib ketaylik. Nega qaytaman? Ash kichikkin erkinlikmi yo'q o'ygima? Sizni bolasini yaxshi ko'rib, kelin dushmandek ko'radigan o'sha o'ygima onangizning yanigimi? Qinda Muxtar. Ha, siz onasining sizlig'idan chiqmaydigan odam. Meni nima ish qilgan? Meni elib nomidan qo'yib qo'yg'icha, shu onangiz bilan o'tib ketsangiz bo'lmasmidi? Meni kechiring bargül. Siz uval bo'g'ini bilmay. Biroq u men opam tursa, men o'g'il turib uning qanday hurmatsizlik qila olmayman. Men sana desem-chi, qara. Buxutun oxirmish uyni vayron qilgan bo'ldi. Ve onun bedxajligiga hech kim to'g'ri kelmaydi. Hozir vaqo bu talat tamoq yeydi, arzuluq. Bosh gapqil, eli kirib qolsa anglab qoldi. Vaja, kaskamanda. Nimani qo'rqaytding, shu angsin deb davatdimi? Ey dapaqa. Ey qandoq xotun o'zining erini kirjung tamoq etding deb chiq soladi. Ma nochi ma much qig'izdi. Xo'tongma,
He, biz pulunu bozup çekip sırtı tamak yap. Men boldu edisi. Uyay kulağımdan temden çıkıptı ne dep. Muşumu kılıkma bir xotin kishi üçün, ha? Yengemni o'zi aytgan tomoqni yeyolgan bo'lsa, tishidan tomoq yeb yemas bo'g'iydi. Uning ustiga qusqidi batulsa, yaxshiroq yemiz ozuq yetishimiz qanday qildi? Aycal. Hey, azroq kaqig'ini aqinin. Hani kəzi qandaq batman ki, mən o yitdim oğlaqni. Da körüdə də aldığımızda çox oyuncaq məsanda qoyay. Mən oyunda kim tutudu körümüz dəxi. O mu deyirəm ha? Baca, kim o Maşin Nurxan? Aciz keski taz atdan buludu. Hə, aciz keski o çıraylı xotunu elib taza üzümün digen yergi dəstib, mındaq kelin qılmam mən. Bahargul meni faqat yaxshi ko'rmaydi ekan.